Biz ularning yoshida bo'lganimizda bizdagi ta'lim tarbiya boshqacha edi. Alloh yaratgan vazifasi bilan keladi. Farzandlarimiz shu narsaga moslashib tug'ilyapti. Insonlarni tug'ilgan sanasiga qarab, ularning psixotipini belgilash borasida Nima uchun insonlar ishlaydi-yu, lekin kasbini sevmaydi? 2025-yilgacha tug'ilgan bolalarni alfa avlod bolalari deymiz. Ular boshqacha. Asl qobiliyatini qanday aniqlasak bo'ladi? Eng nozik nuqtasi bu Aynan o'sha farq qayerda? kasb sizni eshigingiz oldiga 3 marta keladi. Tug'ilgan sanangizga qarab, sizga qandaydir yo'nalish berish mumkin. Ko'p ota-onalar o'z rejalaridan kechishadi. Mani missiyam nima? Mani kasbim nima topolmayapman? Ertaga oilangni boqolmaysan, qonun qoidasiz, chegarasiz tarbiya qilishlari bu ham noto'g'ri. O'qishni umuman istamaydi. Bola bilan o'rtoq do'st tutunish emas. Ota-onaning vazifasi qayerda tugaydi? Ota-onam nima desalar shu bo'ladi deyishi noto'g'ri. Daraxt bir joyda ko'karadi. 99-yilgacha tug'ilganlarni millenial deb aytamiz. Biz bolamga nima desak ruxsat berib qo'yganmiz. Har 10-12 yilda sohangizni o'zgartirish bu normal holatga aylanib qoladi. Shu bilan birgalikda insonga yana qo'rquv ham bo'ladi. Kech bo'lmadimikan deb. Bolangizdan orqada qolishga haqqingiz yo'q. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi mehmonimiz Abdurasulova Shahnoz Shavkatovna, coach, kasbiy yo'naltirish va shaxsiy rivojlanish bo'yicha ekspert, Moskva psixoanaliz instituti bitiruvchisi, MAP konsultant, art terapevt, kasbiy yo'naltirish va karyera menejmenti bo'yicha ekspert, statistik psixoanaliz mutaxassisi va raqamli psixolog. 5 yillik faoliyati davomida 750 nafar ayollar hamda 1,5 mingdan ortiq o'smir yoshlar bilan ishlagan. Ayollar va o'smirlarga iqtidorni kashf etish, o'z-o'ziga ishonchini mustahkamlash hamda uyg'un kasbiy va shaxsiy yo'nalishni barpo etishda yordam berib keladi. Studiyamizga xush kelibsiz, Shahnoz. Katta rahmat. Boshlagan ishingiz manfaatli bo'lsin xalqimizga. Iloyim aytganingiz kelsin. Rahmat, Shahnoz. Shaxsan o'zim sizni faoliyatingizni anchadan beri kuzatib kelaman va o'smir yoshlar bilan ishlayotganingiz tahsinga sazovor, ayniqsa hozirgi zamonda. Nimaga? Chunki hozir shiddat bilan o'zgarayotgan zamonda yoshlarning tarbiyasiga ham bu bevosita aks etyapti. Ya'ni biz ularning yoshida bo'lganimizda bizdagi ta'lim tarbiya boshqacha edi va hozirgi o'smir yoshlarga umuman boshqacha yo'nalish to'g'ri kelmoqda. Shuning uchun nazarimda ota-onalar va bolalari o'rtasida qandaydir bo'shliq, qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelyapti dek menda ko'rinyapti. Shunga qanday qaraysiz? Haqiqatda ham shunday. Sababi shaxsiyatni o'rganadigan ko'p olimlar, shu jumladan psixologlar aytadiki, muhit bizga ta'sir qiladi deb. Biz yashab o'tgan, ulg'aygan muhitimiz boshqacha edi. Shuning uchun ham bizni fe'limiz, harakatlarimiz boshqacha edi. Hozirgi muhit, hozirgi davr, hozirgi yilimizdagi texnologiyalar bu narsani tezlashuvini xohlaydi. Shuning uchun ham farzandlarimiz shu narsaga moslashib tug'ilyapti. Shu muhitda katta bo'lyapti. Shuning uchun ularda tezlik, aktivlik, bitta joyda o'tira olmaslik va shuning natijasida bizga quloq solmaslik, shu narsalar sababi bizlarda ziddiyat va tushunishimiz o'rtasida chuqurlik paydo bo'lyapti. Sababi Alloh bizni o'zimizni davrimiz uchun moslab yaratgan, farzandlarimizni hozirgi davr uchun moslab yaratgan. Xo'sh, unda biz ota-onalar nima qilishimiz kerak? Agar biz munosabatda ikki taraf mavjud, ota-ona va farzandlar desak, farzandlarimiz yoshligi, tajribasizligi evaziga hech narsa qila olishmaydi. Demak, bu vaziyatga faqatgina biz ta'sir ko'rsata olamiz. Shuning uchun ham shunday masalalar bilan tashrif buyurgan vaqtlarida farzandlardan avvalroq ota-ona bilan ishlashga harakat qilaman. Chunki ota-ona davr talabiga mos ravishda rivojlansa, bolasini ham rivojlantira oladi va unga zug'um o'tkazmasdan, bosim o'tkazmasdan, balkim bolasini komil inson bo'lib katta bo'lishi uchun yaxshi tarbiya topishi, balkim ota-onasi xohlagan sohalarda ilm olishiga sharoit yaratgan bo'ladi. Ota-onasi istagan kasbni egallasada baxtli bo'lishi mumkin dedingiz. Ba'zi insonlarni hayotda uchratamiz, ular ishidan mamnun, yaxshi ishda ishlashadi, lekin ko'ngli to'lmaydi. Bu burilish nuqtasi qayerdan boshlanadi? Nima uchun insonlar ishlaydi-yu, lekin kasbini sevmaydi? Bu qayerdan boshlanadi? Meni shaxsiy fikrim, har bitta inson, har bitta shaxs dunyoga o'z missiyasi bilan, Alloh yaratgan vazifasi bilan keladi.
oilamizda, har bitta sulolamizda kasblarni yoki missiyalarni Allohim durlarni sochgan kabi sochib qo'yar ekan. Mana shuni evaziga qaysidir oilada ota-onasi ham shifokor, ota-onasi ham ustoz, o'qituvchilik qilishadi. Ularning oilasiga shu soha vakillari kerak bo'lgani uchun Allohim farzandlarini shu sohaga yo'naltiradi. Shuning uchun ham ota-onaning xohish istagi va bolaning intilishlari, missiyasi to'g'ri keladi. Lekin ayrim sulolalarda yangilik yaratilishi kerak. To'g'ri, ularda 3 pog'ona yoki 5 pog'ona bitta kasb egalari bo'lishi mumkin, lekin Allohim endi siz boshqa kasb egalarini tarbiya qilishingiz kerak deb aytgani uchun ham ularning missiyasi sal boshqacharoq. Hamma gap ota-onani shu narsani tushunish yoki tushunmasligidadir. Xo'p, ana o'zim ham oilada ikkita o'smir farzandning onasi hisoblanaman. Ana endi aytingchi, Shahnoz, ularning iqtidorini, asl qobiliyatini qanday aniqlasak bo'ladi? Unda biror xil metodlar bormi? Tavsiyangiz qanaqa? Ularga qanday qilib to'g'ri yo'nalish bera olamiz ota-ona sifatida? Eng birinchisi, siz ota-ona sifatida farzandingizni kuzatishingiz kerak. Chunki bola boshdan ma'lum deb bekorga aytilmagan, uni temperamenti tug'ilgan vaqtidanoq, uni qiziqishlari, uni o'sishini darajasiga qarab darrov bilinadi. Agar ota-onani vaqti bo'lmay yoki boshqa sabablarga ko'ra shu muddatni o'tkazib yuborgan bo'lsalar, unda bolani qaysidir kasbga yo'naltiradigan juda ham ko'p testlar chiqqan. Hozirgi kunda izlanishlar natijasi bundan tashqari 200 yildan beri shaxsni o'rganuvchi mutaxassislar insonlarni tug'ilgan sanasiga qarab, ularni psixotipini belgilash borasida o'tkazgan izlanmalari natijasida statistik psixoanaliz kelib chiqqan. Tug'ilgan sanangizga qarab, sizga qandaydir yo'nalish berish mumkin. Shu ish bilan shug'ullanaman va shuni tavsiya etaman ota-onalarga. Statistik psixoanaliz dedingiz. Uni qo'llagan holda aniqlanishicha ota-onaning xohish istagiga zid kasb kelib chiqsa, shunda qaysi tanlanadi? Istakmi yoki xohishmi? Shunda ham bo'lib turadi. Lekin ota-ona farzandni dunyoga keltiruvchi, ammo farzandning egasi emasdir. Bizni ota-ona sifatida eng katta vazifamiz farzandimizni shu dunyoga moslashtirish, qonun qoidalar bilan, shu jumladan Allohimning qonun qoidalari bilan tanishtirish va unga imkon yaratib berish, tanlov imkoni yaratib berish. Mana shu narsani tushungan ota-onagina bolasi bilan kasb tanlash borasida ziddiyatlarga uchramaydi. Bugungi yosh avlodning tarbiyasi, fikrlash doirasi nega eski avlod bilan farq qilyapti? Aynan o'sha farq qayerda? Endi bunday olib qarasak, fikrlash darajamizda desam sal qo'polroq chiqadi, lekin bizda ham mutafakkirlar o'tgan, barcha asrlarda mutafakkirlar bo'lgan, shunchaki aytganimdek muhit boshqacha bo'lgan. Baribir biz shunday tizimda tug'ilib katta bo'lganmizki, yopiqlik siyosati bo'lgan. Boshqalarni ko'rmaganmiz va ota-onani aytganini haqiqat deb qabul qilganmiz. Ammo hozirgi davrda ochiqlik siyosatida, internet asrida hamma ko'ryapti. Ko'rgani uchun ham ularda ziddiyatlar, ayrim bolajonlarimizda qo'zg'olonlar bo'lyapti. Shuni evaziga sal boshqacharoq ta'lim yo'lini ongli tarbiyaga o'girish kerak. Shundagina ota-onada ziddiyatlar kelib chiqmaydi farzandlar bilan. Ba'zi bir farzandlar ota-onasiga ko'nib, ota-onasi istagan kasbni tanlasa-yu, muvaffaqiyatga erishsa, haqiqatdan ham davlat arboblari darajasiga chiqadigan muvaffaqiyatlarga erishsa-yu, lekin ichida ziddiyat qolsa baribir, o'zim kasbimni tanlamadim deb, bu qanchalik to'g'ri? Allohim deydiki, qalb sokinligini faqatgina ayrim narsalarda beraman deb. Xuddi shunday biz jamiyatda o'z o'rnimizni topishimiz, oilamizni ulug'lash uchun shu yo'nalish, shu kasbni tanlab, shu kasbni yetuk egasiga aylanishimiz va ayrim boyliklarga ega bo'lishimiz mumkin, lekin qalb sakinati bo'lmagan vaqtda bunday odamlarda baribir isyon bo'ladi. Shuning uchun ham psixologlar ta'kidlaydi, ayrim bosqichlarga kelganda kasb masalasida isyon bo'ladi insonlarda va ular kasbini o'zgartiradi. Biz kasbga yo'naltiruvchilar nima deb aytamiz? Kasb sizni eshigingiz oldiga 3 marta keladi.
Birinchi marta 12-18 yoshda siz ilk kasb haqida o'ylashni boshlagan vaqtingizda, ikkinchi marta siz oila qurib, farzandlaringizni kattaroq qilib, o'zingizni anglab, jamiyatdagi o'rningiz haqida o'ylashni boshlagan vaqtingizda 32-42 yoshlar orasida va uchinchi marta siz hamma ishimni qilib bo'ldim, endi men nafaqadaman, endi xohlagan ishim bilan shug'ullanishim mumkin degan vaqtingizda 55-70 yosh orasida yana bir bor keladi. Shuning uchun ham kasb tanlashda sizda 3 bora imkoniyat bo'ladi. 3 marotaba birinchi martasini o'tkazib yuborsangiz, ikkinchi martani o'tkazib yuborsangiz, uchinchi marta. Bu narsa Allohim tomonidan berilgan inom deb qabul qilish kerak. Ota-ona qanday qilib bolasining asl salohiyatini ko'ra oladi? Aynan nozik nuqtasi qayerda? Eng nozik nuqtasi bu bolangizni ko'zidagi nur yoki olovcha. U nimadir, qaysidir ish bilan shug'ullangan vaqtida ichki quvonch hissini, hayajonini sizga keltirib ko'rsatgan vaqtida u rasm chizadimi, nimanidir o'rganib sizga taxlab keltiradimi, Lego igrushkasidan farqi yo'q. Yoki sizga bag'ishlab she'r yoki qo'shiq yozadimi, yoki qo'li bilan biror narsani taxlab kelib, haqiqatda xursandligini ko'rgan vaqtingizda siz o'zingiz tushunasiz. Haqiqatda bolamda shu yo'nalishga talant deydi, iqtidor bor. Uni shu ish bilan shug'ullangan vaqtidagi quvonchini ko'rib ham ko'p ota-onalar o'z rejalaridan kechishadi. Yo'q, men buni boshqa yo'nalishda tarbiya qilmoqchi edim, qaradim, hobbi deb boshlagan, bo'sh vaqtini unumli o'tkazsin deb boshlagan ishimiz unga zavq keltiryapti, mayli shu sohada keta qolsin deydi ba'zilar. Ba'zilar yo'q, baribir ko'ngil uchun bo'la qolsin, lekin ertaga oilangni boqolmaysan, bu kasb bilan ko'p uzoqqa bormaysan deb o'zlarining yo'nalishlariga ham yo'naltirishadi. Aynan shu qo'rquvli nuqtasi shuki, bola kelajak haqida qayg'urmaydi, ota-ona esa kelajagi nima bo'ladi deydi va uni aniq bir kasbga yo'naltirishni istaydi. Bola siz aytganingizdek musiqa bilan shug'ullanadi, rassomchilik bilan, qo'yinki sport bilan o'qishni umuman istamaydi. Lekin shunday bolalar erta tarbiya topgandan keyin ota-onasiga isyon qilmaydimi? Nega meni majburlamadingiz o'qishga? Nimaga hobbi bilan shug'ullantirishga shunchaki ruxsat berib qo'ydingiz? Mana o'rtoqlarim o'qimishli bo'lib ketdi, men esa o'qimadim deb qayta yana ota-onasiga norozilik qilmaydimi? Qiladi. Shuning uchun ham ota-ona bolasini sevsa, sevish bu intizom. Sevish bu vaqtida qandaydir fursatlarda erkalash. Doimiy erkalash va bolani aytganini qilish emas. Bola bilan o'rtoq do'st tutinish emas. Sevish bu tartib va intizomni o'rgatish. Allohim buyurgan tartibni, jamoat qabul qilgan tartibni va siz oilangiz, farzandingiz uchun to'g'ri deb bilgan tartibingizni o'rgatishingiz shart va zarur. Shuning uchun ham shaxsan men ikkita o'smirni onasi sifatida bolalarimni barcha boshlagan ishlarida qo'llab-quvvatlayman. Shu o'rinda aytib o'taman. Bolajonim, maktabda o'qish majburiy, baholaringiz tushmasin, bilim olishda to'xtamang. Uy vazifasi, uydagi ishlaringiz ham majburiy qolib ketmasin. Sizni uyda oilamiz a'zosi sifatida burchlaringiz bor. Ular ham qolmasin. Bo'sh vaqtingiz qolganda bemalol o'zingiz xohlagan sohada ijod olib borishingiz mumkin deb aytaman. Menimcha bu to'g'ri yo'l. Agar inson siz aytganingizdek 30-40 yoshga kelib, men noto'g'ri yo'ldaman deb anglab yetsa va shu bilan birgalikda insonga yana qo'rquv ham bo'ladi. Kech bo'lmadimikan deb. Shu insonlarga nima tavsiya berasiz? Ular anglab yetdi. Demak, bu uning asl kasbi emas ekan, qalb kasbi boshqa ekan. Lekin shu bilan barobarida yana boshqa o'ylovlar ham keladi. Pensiyagacha 10 yil qoldi. Shu ishingda pensiyaga chiq degan qo'rquvlar bilan barobar keladi. U insonlarga nima deysiz? Alloh yuragingizga solgan bo'lsa, intuitsiya deysizmi uni, Alloh meni chaqirdi deb aytasizmi? Quloq soling. Hech qachon kasb o'zgartirishga, nimani o'rganishga vaqt belgilanmagan, chegara yo'q.
Ayrim insonlar 80 yoshida o'zi xohlagan institutida ta'lim olyapti. Chunki xohlagan, chorlagan o'sha orzusi. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan kasblarini o'zgartirishlarini tavsiya etaman. Tavsiya etasiz, ammo bizni yoshligimizdan xalq maqollari shunchalik singib ketganki, u yerda aytilgan daraxt bir joyda ko'karadi. Bir joyda ko'kargan inson nimagadir erishadi. Sabr tagi sariq oltin, oxirigacha bor. Bu ishdan ketsang pensiyang nima bo'ladi? Atrofdagilar doimiy ravishda shuni bizga uqtirib kelishadi. Shu maqolga bir o'zingizni fikringizni bildirsangiz. To'ppa-to'g'ri. Bu maqol 1,5 asr avval juda ham to'g'ri bo'lgan, ishlagan haqiqatda. Ammo biz davr talabini, davr o'zgarayotganini, biz texnologik asrda yashayotganimizni tan olishimiz kerak. Hammamiz aloqa vositasi yangilangan vaqtida yangi modelini xohlab qolamiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Tabiatni asrash yoki kam xarajatlilik borasida har yili yangilanayotgan avtomashinamizni yangilaymiz. Undagi qaysidir ko'rsatkichlar o'zgargani uchun hayotimiz ham xuddi shunday. Kasb tanlash ham xuddi shunday. Oxirgi kasbga yo'naltirish sohasidagi islohotlarning natijasi bizga nima deb aytyapti? Hayot tezligi juda ham oshib ketgan, shu darajada shiddat bilan o'zgaryaptiki, kasblar o'zgarib ketyapti. Kasblar ro'yxati, kerakli, keraksiz kasblar, balkim biz uni robotlarni kirib kelishi uchun deymizmi yoki ongimiz o'zgargani, qabul qilishimiz o'zgargani deymizmi? Ammo kelasi shu 2030-yillardan keyingi kasblarni nimasiga qaraganimizda har 10-12 yilda sohangizni o'zgartirish bu normal holatga aylanib qoladi. Chunki 10-12 yilda texnologiyalar shu darajada o'zgarib ketishi mumkinki, sizni kasbingiz kerak emas bo'lib qolishi mumkin. Siz yo'q kasbda qanday ishingizni davom ettirasiz? Shuning uchun ham farzand tarbiyasida kasbga emas, ko'nikmaga e'tibor berishlarini tavsiya qilgan bo'lar edim ota-onalarni. Juda yaxshi ma'lumot berdingiz. Demak, biz ham bolalarimizni aniq bir kasbga yo'naltirib, sen shu kasbning egasi bo'lishing kerak yoki bo'lasan deyishimiz bizning zamonimizda aynan bunday qilish noto'g'ri degan. Shunday, undan ko'ra bolada ko'nikmalarni rivojlantirish kerak. Qanday ko'nikmalarni? Jamoadan qo'rqmaslik va kommunikativ ko'nikmalarni. Ya'ni bolangiz har qanday jamoaga tushib qolgan vaqtida ajralib o'zini chetga tortib turmasin, qo'shilsin jamoaga. Birinchisi, ikkinchisi kreativlik ko'nikmasi. Nima degani? Atrofingda qanday vaziyat, qanday muhit bo'lishidan qat'iy nazar, shu muhitga tezda moslashishing kerak deb o'rgatishingiz kerak bolangizni. Ertaga kasbini o'zgartirish vaqti kelganda bemalol kasbini o'zgartiradi. Qo'rqmaydi, o'ylamaydi va uchinchisi, xato qilishdan qo'rqma bolajonim deb o'rgatishingiz kerak. Xato qilgan vaqtida reaksiyangizni kontrol qilib, xatosi uchun ushmasdan, mayli bolajonim qilib ko'rding, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa bu ham bir tajriba deb o'rgatishimiz kerak. Shunda bolalarimiz har bir narsani boshlashda, davom ettirishda qo'rqishmaydi. Xato qilishdan qo'rqmagan inson albatta harakat qiladi. Va bunday mana shu ko'nikmalar jamlanmasi bo'lgan bolalar albatta yaxshi yutuqlarga erishadi. Shahnoz, sizni o'zingizni shaxsiy keysingizdan misol oladigan bo'lsak, mijozlaringiz orasida shunday holat bo'lganmi? Qachonki o'rta yosh vakili kelib, kelinki 40 yoshli ayoldir, erkakdir. Mani missiyam nima? Mani kasbim nima topolmayapman, lekin kasbimni o'zgartirmoqchiman deydigan katta yoshli mijozlar ham bo'lganmi? Bo'lgan, juda ko'p. Birinchisi o'zim 33 yoshimda kasbimni o'zgartirdim. Bundan umuman afsuslanmayman. Asl kasbim, o'qigan yo'nalishim iqtisod bo'lishiga qaramasdan, maktabda o'quvchilarga dars berib, 10 yil maktabda ustozlik qildim. Lekin shunday xulosaga keldimki, meni joyim emas, meni kasbim emas, qalb kasbim boshqacha deb o'z ustimda izlanib, ichimni to'liq tahlil qilib, nima xohlayman, nima xohlamayman, nima menga ma'qul, nima ma'qul emas, kasbga yo'naltirish, kasbni o'zgartirish sohalari bo'yicha barcha testlarni o'tib, o'zim aytganimdek statistik psixoanalizimda o'zimni to'liq psixikamni tahlil qilib,
shu kasbimga kelganman va xuddi shunday o'zim kabi atrofimda meni ko'rib, meni bilmaganlar juda ko'p murojaat qilishadi. Ularga ham xuddi shunday yo'ldan o'tishni tavsiya beraman va biz buni uddalayapmiz. Ota-onaning vazifasi qayerda tugaydi? Bolasiga chiroyli tarbiya berib qo'yaverishdami yoki kasb tanlab bo'lib qo'yaverishdami yoki uni doimiy himoya qilishdami? Aslida barcha ota-ona va farzandlar haqidagi munosabatlar aytilgan manbalarga e'tibor qaratsangiz, asosiy g'oya qanday? Asosiy g'oya ota-ona bolasini hayoti, sog'lig'i va xavfsizligi uchun javob beradi. Bu degani siz bolaga maxsus chegaralar qo'yib berasiz. Uni xavfsizligi, sog'lig'ini himoya qiluvchi va tamom. Bolangizni vazifasi siz qo'ygan chegaralarni borib har zamonda tekshirib ko'rish. Qani chiqish mumkin, yo'qmi? Chiqsa nima bo'ladi, buzsa nima bo'ladi? Asosiy g'oya shunaqa. Bolamizni to'g'ri tarbiya berib katta qilamiz, tamom. 16 yoshida separatsiya boshlanishi kerak deb aytamiz. 25 yoshigacha erta separatsiya ham yaxshi emas. Separatsiya bu ota-onadan alohida shaxs ekanligini, farzandni o'zini komil inson deb his qilib, yangi hayotga qadam qo'yishi. Kech separatsiya ham noto'g'ri. 25 yoshdan so'ng shaxs sifatida rivojlangan komil insonni ota-onam nima desalar shu bo'ladi deyishi noto'g'ri. Mana shu o'rinda shu balansni saqlash kerak deb hisoblayman. Bunda tanlov yo'q. Tanlov bolani o'zida. Bizni vazifamiz uni himoya qilish faqatgina va hayotga tayyorlab komil inson qilib chiqarib yuborish uni. Aytmoqchisizki, bizning nazarimizda xato yo'ldan ketayotgan bo'lsa ham, xato kasbni tanlagan bo'lsa ham, biz kuzatuvchi bo'lishimiz kerak xolos. To'ppa-to'g'ri. Mayli xato qilsa ham o'zining tajribasida o'rganishi kerak demoqchisiz. Albatta. Har birimizni o'sish nuqtamiz bu xato. Har birimizni hayot daftarimizda tajribalar bo'lishi kerak. Agar siz bolangizni xato qilishidan qo'rqib, men qilgan xatolarni qilmagin bolajonim desangiz, siz unga yashashga bermaysiz. Xato qilmasa, tajribalar yig'masa, hayot daftarini qanday yashaydi? Umrini qanday yashaydi? Demak, siz bolangizga yashashga bermayapsiz. Qo'yib bering. Sizni vazifangiz men orqangdaman bolajonim, gazni bos deyish. Hamma narsani qilib ko'r, hamma narsani ko'r. Allohim yaratgan barcha imkoniyatlardan foydalan deyish. Men orqangda. Bir gap bo'lsa, страховка bor deyish kerak. O'zingizni shaxsiy keysingiz haqida gaplashsak, Shahnoz eng esda qolarli, o'zingiz ta'sirlangan, qaysi bir mijoz bilan ishlaganingizni eslay olasiz? Bunaqa holatlar juda ko'p bo'lgan va ko'pincha ular bir-biriga o'xshash bo'ladi. Eng asosiy meni oldimga ota-onalar qaysi masala bilan kelishadi? Meni bolam buzilib qolgan. Meni bolamni qayerdadir nimadir xatolik bor. Meni bolamga o'xshamayapti. Iltimos, bolamni menga, bizni oilamizga moslatib bering deb kelishadi. Shunda men bola bilan ishlashdan avval, maylimi siz bilan 10 daqiqa suhbat qursak deb avval ota-ona bilan muloqot qilaman. So'ng ularni chiqarib, farzandni o'zi bilan muloqot qilgan vaqtim bilinadiki, ota-ona bilan farzand boshqa temperament egalar. Shunchaki ularda muloqot joyida emas, bir-birini tushunishmaydi va qabul qilishmaydi. Lekin aytganimdek, munosabatlarda ota-ona va farzand ishtirok etganda, farzandning vazifasi bu munosabatlarni tahlil qilish, ularni o'zgartirish, to'g'ri yo'naltirish emas. Bu ota-onaning vazifasi. Shunda bolamizni tinch qo'yib, ota-ona bilan 2 marta ishlashimga to'g'ri keldi. Ota-onaga temperamentlar haqida tushuntirganimda, ularda bunaqa fikr umuman bo'lmagan. Shuning uchun ham ular uchun yangilik bo'ldi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, ko'pchiligimiz 4 xil temperament egalari mavjud deb kelganmiz bizni vaqtimizda. Ammo oxirgi izlanishlar, oxirgi 50 yildagi izlanishlar shu 4 xil temperamentni ham 4 tadan ajratib 16 xil temperament borligini aniqlashdi. Mana shu har bitta temperamentni
qaysi birida bolangizda bor, qaysi xususiyatlari kuchliroq, qaysi xususiyatlariga e'tibor qaratishingiz kerak va qanday yo'naltirishni bilsangizgina sizda bolangiz bilan, farzandingiz bilan umuman muammo bo'lmaydi muloqotda. Shu ma'lumotlarni berganimdan so'ng ota-ona bolasini haqiqatda qabul qilish uchun uni o'rganishga tushishdi. Men farzandlarni temperamenti haqida, uni xususiyatlari bor, mana bunday xususiyatlarga e'tibor qarating, mana bu tarafda unga ko'mak berish kerak, mana bu tarafga yo'naltirish kerak deb aytganimda 3 oydan keyin совсем boshqacha bola bo'lib qoldi deb kelishganda men aytdim, yo'q, farzandingiz emas, siz o'zgardingiz. Shuni evaziga farzandingiz ham siz bilan muloqotga kirishishni boshladi va o'rtalaringizdagi sovuqchilik tugadi deb aytaman. Mana shunaqa keyslar juda ko'p. Ba'zan menga shunday tuyuladiki, farzandim men aytmasam bir ishni men aytganday qiladi. Lekin men shuni aytsam, chapachasini qiladi. Nimaga shu ro'y beradi? Aytganimdek, har bir zamonda shu zamon uchun kerakli insonlar dunyoga keladi. Bizni zamonimizda bizni tarbiya qilishgan kabi tarbiyalanadigan farzandlar kerak emas. Shuning uchun ham ular boshqacha. Agar hammamiz farzandlarimizga nazar tashlasak, ularda juda ham energiyani ko'pligini his qilamiz, ularni juda ham aktivligini his qilamiz, boshqacha ekanligini va ularda isyonlar ko'pligini his qilamiz. Chunki ular ichki erkinlik hissi bilan tug'ilyapti, ularni Alloh shunday yaratgan. To'g'ri, bu degani bolani hamma aytganini qilib qo'yish kerak degani emas. Ammo bosimsiz farzandingiz kalitini bosimsiz topishga yordam bera olaman. Shu narsani aytishim mumkin va kelayotgan barcha mijozlarimga shu narsani tushuntiraman. Farzandingiz bilan muloqotni kaliti qo'lingizda. Faqatgina siz o'sha narsani tushunsangiz bo'ldi. O'sha kalitini topdingizmi? Tamom. Farzandingiz o'zini boshqacha tutadi. Siz uni tushunib, men seni ko'ryapman, men seni tushunyapman, men seni qabul qilyapman mazmunida tarbiyalasangiz, sizda umuman farzandingiz bilan ziddiyatlar bo'lmaydi. Hozir zamonaviy iboralar paydo bo'lgan. Millenial, Z avlod, beta avlod, alfa avlod. Bularga qanday ta'rif berasiz? Shaxsan o'zim bu narsalarni unchalik farqiga bormayman. Misol uchun, oilada 5 ta farzand bo'lsa, 5tasi 5 avlod vakili bo'lishi mumkinmi? Ha, shunday ham bo'lishi mumkin. Aytganimdek, statistik psixoanaliz bilan shug'ullanadigan insonlar shaxslarni psixikasini o'rganib shunday xulosaga kelishdiki, har bir zamonda tug'ilgan insonlarni missiyasi boshqacha. Chunki ular yashayotgan muhit boshqacha edi. Shuning uchun ham biz 60-yillardan 70-yil deya qolaylik. 70-yillardan 95-yilgacha, 99-yilgacha tug'ilganlarni millenial deb aytyapmiz. 99-yildan boshlab 2010-yilgacha tug'ilganlarni Z avlod vakillari deb aytyapmiz. Agar siz texnikani o'zgarishini yillar kesimida tekshirsangiz, texnika shunday rivojlangan. 70-yillarda endi telefon, uyali aloqa chiqishni boshlagan kompyuter sohalari 99-yilga kelib bu narsa avj olib rivojlanib, 2010-yilda biz yangi bosqichga o'tdik. Shuning uchun ham 2010-yildan 2025-yilgacha tug'ilgan bolalarni alfa avlod bolalari deymiz. Ular boshqacha. Kelasi 26-yildan bu yog'iga tug'ilgan bolalar, ular beta avlod bolalari, ular ham boshqacha. Agar alfa avlod bolalari tug'ilib, avval televizor, pult, konditsionerni pulti, so'ng uyali aloqa vositalari bilan tanishgan bo'lsa, beta avlod ona qornida to'lqinlarni his qilib, butunlay texnologik asrda, davrda shakllanib, rivojlanib, shunday asrda tug'ilayotganini tug'iliboq his qiladi. Shuning uchun ham internetda 3 oylik bolakaychalarni telefonlarini bosib ishlatayotgan roliklar ko'payib ketdi. Chunki ular boshqacha. Ularni ongini tuzilishi, qabul qilishi boshqacha. Mana shular haqida gapirishadi. Demak, ota-onalar o'zi tarbiya topganidek bolasini tarbiya qilishi umuman to'g'ri kelmas ekan demak. Hozirgi zamonga yo'q. Buni ilmini qanday oladi ota-onalar? Qayerdan, qaysi manbalardan o'rganish kerak deb hisoblaysiz? Hozirgi kunda bu yo'nalishda juda ko'p
kitoblar chop etilgan, ilmiy maqolalar chop etilgan. Bundan tashqari hamma sevadigan ommaviy axborot vositalari internetda juda ham avj olyapti. Agar ota-ona shu narsani chin dildan farzandimni tushunishni xohlayman deb o'rganishni boshlasa, bu juda ham oson. 1-2 oyda bu narsaga moslashib, bularni davri boshqacha ekan, farzandlarimiz boshqacha ekan, mayli bularni davri bilan harakat qilamiz deb boshlashadi. Meni shaxsiy fikrim, bolangizdan orqada qolishga haqqingiz yo'q. Bolangiz sizni yo'q, meni ota-onam bu narsani tushunmaydilar deb aytishi menimcha bizni davrimizga to'g'ri kelmaydi. Hamma sharoitlar bor davrda siz ozgina e'tibor qaratib, bolangiz bilan ham nafas deymizmi, qadamma-qadam bu texnologiyalarni o'rganishingiz kerak deb hisoblayman. Menimcha, mana bu shaxsiy fikrim, har bitta ota-ona internetdan va kitobiy manbalardan tashqari siz kabi ekspertlar bilan ham ta'lim olishlari, konsultatsiya qilishlari kerak deb o'ylayman. Sababi o'zimni shaxsiy keysini aytaman. Bolam 1-sinfga chiqqanida partadoshi, meni bolam o'g'il bola, qiz bola partadoshi bilan o'tiradi va u qiz bola har kuni o'g'limni qalamlarini sindiradi. Har kuni bayramda uchrashib qoldik, onasi bilan onasiga aytayapman. Bolasiga hech narsa deganim yo'q. Onasiga aytganimda, onasi nima deydi? Biz bolamga nima desak ruxsat berib qo'yganmiz. Iltimos, bolangizga ayting, bolamga gapirmasin. U xohlaganini qiladi. Bu men o'ylaymanki, bu sog'lom fikr emas. Bolaga bu daraja erkinlik berish, birovga tegishli bo'lgan territoriya haqida unga tushuntirish. O'sha ota-ona o'qituvchining gapini ham tinglashni istamaydi, ota-onalardan kelayotgan javobni ham tinglashni istamaydi. Zamonaviy yosh ota-onalarimiz afsuski ko'payib bormoqda. Xuddi shunday, har bitta zamonni yaxshi fazilatli xislatlari bo'lgani kabi yomon taraflari ham mavjud. Shu yomon taraflarda aynan aytganimdek Z avlod vakillari farzandlarini, alfa beta farzandlarini juda ham erkinlikda, qonun qoidasiz, chegarasiz tarbiya qilishlari bu ham noto'g'ri. Ham jamiyatimizga to'g'ri kelmaydi qonun qoidasiga, ham ertaga o'zlari qiynalib qolishadi. Chunki bunday tarbiya natijasi yaxshilikka olib kelmaydi. Shaxsiy fikrim. O'smir yoshdagi bolalari bor ota-onalarga qanday tavsiyalarni berasiz? Podkastimiz boshida aytganimdek, farzandingizni kuzating. Eng bizni qo'limizda mavjud tekin qurol bu kuzatish quroli. Farzandingizni kuzating, farzandingizni o'rganing. Men uni bilaman, men dunyoga keltirdim, men katta qildim demang. Farzandingizni sizdan yashiradigan qancha xislatlari borligini hatto tasavvur qila olmaysiz. O'rganishni boshlagan vaqtingizdagina shu narsani anglab yetasizki, siz farzandingizni umuman bilmas ekansiz. Bu birinchisi. Ikkinchisidan, farzandlarimizni faqat biz o'rgatishimiz kerak degan fikrdan sal chetroqqa o'tib, farzandim menga Alloh tomonidan berilgan omonat, ne'mat deb qabul qilib, menga nimanidir o'rgatadi yo'nalishida ozgina fikrlasangiz, farzandlarimizdan ko'p narsani o'rganish mumkinligini tushunib yetasiz. Va uchinchisi, har bitta farzand, har bitta va ularning ota-onasining munosabati individualdir. Baribir hammaga bir xil maslahat bera olmayman. Eng yaxshirog'i farzandini kelajagiga bee'tibor bo'lgan ota-onalarni qabulimda kutib qolaman. Ularga yordam berishga tayyorman. Aynan shuni aytmoqchi edim. Kuzatuvchilarimiz orasida ushbu ekspertimizning manzillari, kontaktlari kerak bo'lsa, ushbu video tagida sizning kontaktlaringizni qoldiraman, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Suhbatimizni oxirida aytmoqchimanki, shu video orqali ko'rib, ancha anglashlar olgan obunachilarimiz o'z fikrlarini kommentariyada qoldirsalar agar, 3ta eng yaxshi kommentariya Shahnoz Shavkatunaning maxsus sovg'alari bor. Mazmunli suhbat uchun sizga yana bir bor tashakkur. Shahnoz, vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Katta rahmat.